bu taxsini al. Balalarım, buvanglarni chaqiringlar, hammamiz birga nashta qilaylik. Ha, mana keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Balalarım, bugun sizlar bilan nashta qila olmayman. Chunki ro'za tutgan edim. Buva, bu ay Ramazon oyi bo'lmasa, nimishqa ro'za tutdingiz? Ramazon ro'zasi islomning farzlaridan biri. Bugun tutgan ro'zam payg'ambarimizning sunnatiga agishib tutgan nafli ro'za balalarım. Peygamberimiz Allah Teala'ga yakın buluş için her ayda 3 gün roza tutkan. Ben bu sünnetini ada kılıvatıma. Peygamberimizden bu sünnetinin bir hikmeti bardır akçan. Bar oğlum, roza tutuş ruhimizni paklaydı. Bedenimizdeki artıkçı maddelarını tazlap, bedenimizni sağlam kılıdı. Peygamber aleyhisselam roza tutunla sağlam bulasılar diye. Peygamber aleyhisselam to'g'risida yangi gaplarni anlagan siri texmi ko'p anlag'im kelyapti. Buva, men qachonmi sendek bilimlik bo'larman? İnşallah çokum bilimlik bo'lasan kızım. Paydalıq bilim erişinlar üçün her vaqt dua qılıman balalarım. Sizlərning yaramlıq farzandlar bo'lishinglarni Allohdan tilayman. Xo'sh balalarım, Bismillahirrahmanirrahim.